Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli vatandoshlar, aka-uka, opa-singillar, o'zbek zabon, qadrdon, ham millat, ham dindoshlar. Charchamayapsizlarmi? Hamma salomatmi? Ovozim yaxshi boryaptimi? Qiziq kichik mulohazalar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Bugun bizni ya'ni havas degan futbol musobaqamiz bor. Shu musobaqada mevachi degan guruhda men ham a'zoman. Veteran a'zolardan endi 5 minut, 10 minut o'ynab turibman. Vesim 100 kilo bo'lib ketgan. Yoshligimda 63 kiloda futbol o'ynardim, yaxshi o'ynardim. Bizni qishloqda komandamiz bo'lardi. O'sha komanda bilan ko'p joylarga chiqqanmiz. Unda oyoq kiyim topa olmadik. Bitta oyog'imda butsa, ikkinchi oyog'imda kavush bo'lardi. Kavush ustidan lata bilan bog'lab olgan, saf tursak sudya kelib kulardi ustimizdan. Nima ahvol bu deb. O'shaqa kunlarni ham ko'rganmiz. Lekin komandamiz zo'r bo'lardi. Keyinchalik o'zimizni komanda bilan 5 talik mana milliy futbolda yaxshi natijalarni ko'rsatib yurdik. Bilasizlar, Andijon, Shahrixon larga bordik, Namanganlarda o'ynadik. Toshkentda o'ynadik. Endi hozir bu 9 talik. 9 kishilik komanda bilan o'ynagani ketyapmiz. Xo'p, mulohaza nimadan iborat? Bitta qoidani aytmoqchiman. Qoida nima? Inson to'g'ri bilan noto'g'rini ajratish nuqtasiga kelganda qoida haqni o'rtaga mezon qilish kerak. Qaytaraman. Inson to'g'ri va noto'g'rini ajratish nuqtasiga kelgan paytida Alloh va Rasuliga murojaat qilish kerak. Alloh va Rasuli bilan to'g'ridan to'g'ri ko'rishib gaplasha olmagani uchun ulardan bizgacha uzluksiz kelayotgan karvonga murojaat qilish kerak. Ana shu karvonning nomini ahli sunna val jamoa deyiladi. Ahli sunna val jamoani ya'ni ajnabiy tilda manifestosi bor. Qadimgi tilimizda aqida yo'nalishi bor. Bu aqida yo'nalishi Maturidi aqida yo'nalishi deyiladi. Bir bo'limi bor, buni Ash'ari ham deyiladi. Bular Shofiy mazhabiga fiqhda ergashgani uchun Ash'ari, Hanafiy mazhabiga ergashganlar Maturidi yo'nalishi bilan haq bilan botilni ajratadi. Haq bilan botilni ajratishda eng katta xato, esingizlardan chiqmasin. Yozib qo'yinglar. Haq bilan botilni ajratishda eng katta xato shaxsiy tushuncha. Va shaxsiy tushuncha bilan haq bilan botilni ajratayotgan odamning gapiga quloq solsangiz, mana men o'qiganman-ku, mana men ko'rganman-ku, demak shunday deydi. Mana shu mezonning buzilganiga dalil. Mezon buzilsa, men o'qiganman-u, demak shu deydi. Men o'zim ko'rdim-ku, demak shu deydi. Shu o'rinda bir ziyoli iqtibosini keltiraman. Chexovning gapi bor. Men ko'p narsa ko'rdim degan odamga ko'p narsa ko'rgansan u, uni qanday ko'rganingni ham bir ko'rib chiqish kerak degan Chexov. Ko'p narsani ko'rish mumkin odam. Qanday ko'rgan uni, qaysi mezon bilan ko'rgan, nima asos bo'lgan uni ko'rganlaridagi xulosalarga. Bu ham muhim. Shuning uchun Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu atii'ulloha va atii'ur rasul va ulil amri minkum va in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi var rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayru va ahsanu ta'wila degan. Mana shu oyatni ko'rsangiz, Allohga itoat qilish, Allohning rasuliga itoat qilish, o'zingizlardan bo'lgan ishboshilarga itoat qilishlikka, ey iymon keltirganlar, sizlarga deb buyruq qiladi Alloh taolo. Va in tanaza'tum deydi. Agar o'rtada munozaa bo'lsa, tortishuv bo'lib qolsa, haq bilan botil o'rtasida, bu to'g'rimi, bu noto'g'rimi? Menimcha to'g'ri degan odamning gapi to'g'rimi yoki bu oyatga ko'ra, hadisga ko'ra, aqidaga ko'ra to'g'ri deganniki to'g'rimi degan tushuncha tortishuvga kelib qolsanglar, farudduhu ilallohi va rasul degan. Ana
Alloh va rasuliga qaytaringlar degan. Nimaga? Chunki to'g'ri va noto'g'rining mezoni mening ko'rganim emas, sizning xulosangiz emas, falonchining aytgan gapi, pistonchining chiroyli jumlasi emas. Mana shu mezon esdan chiqmasin. Biz musulmon o'laroq mana shu mezonda yuramiz. Bu bizning qoidamiz. Boshqa odamlarni musulmon bo'lishiga majburlanmaganimizdek, haq bilan botilni ajratish mezonini ham majburlamaymiz. Va musulmonman degan odamlarga mana shu mezonni eslatib qo'yay deyapman. Mezon bu. Va in tanaza'tum fi shay'in arab tilida nakra, majhul, noma'lum shaklda aytilgan ozgina narsada ham nizoga borib qolsanglar, tushunmovchilikka borib qolsanglar, farudduhu ilallohi va rasul. Alloh va rasuliga qaytaringlar deyapti Alloh taolo. Keyin shart qo'yapti. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsanglar, bu sizlarning vazifanglar deyapti. E'tibor beryapsizmi? Alloh va rasuliga iymon keltirganlar uchun bu. Montesquieu'ga, John Locke'ga, Machiavelli'ga iymon keltirganlarga shart emas. Ularga qaytaradi. Russo'ga qaytaradi. Ular bilan gaplashadi. Gap yo'q. Ularning o'sha mezoni. Ular uchun o'sha to'g'ri bo'lsa, boshimiz ustiga bo'ldi, yuraveringlar o'sha to'g'ri deb. Lekin biz Alloh va rasuliga qaytarishimiz kerak. Agar mu'min bo'lsak. Zalika xoyrun deyapti Alloh taolo orqasidan. Mana shu eng yaxshi ish va ahsanu ta'vila deyapti. Eng yaxshi tafsir shu deyapti. Eng yaxshi moyil bo'lish shu deyapti. Ana. Demak biz dovdirab qolib, haqqa qanday murojaat qilish kerak, qanday suyanishimiz kerakligini yo'qotib qo'ygan ummat emasmiz. Bizni 5-6 kundan beri yoki 1 oydan beri mana Hamis Sodiq masalasida aytayotgan gaplarimizda ana shu mezonni ko'p do'stlarimiz esdan chiqarib qo'yganligi uchun Hamis Sodiq to'g'ri deyishyapti. Nimaga? Ularda mezon esdan chiqqan. Suyanchiq yo'q. Hamis Sodiqni ajnabiy tildagi sotsiolog, politolog lug'ati bilan gapirgan gaplariga mahliyo bo'lib qolishgan bo'ldi. Nimaga to'g'ri? Men ko'rdim-ku deyapti. Men eshitib ko'rdim-u, ha? Unaqa xulosa yo'q deyapti. Kecha bir kishi kirdi-da, qarang, e'tibor bering. Va unga aytdim. Oldin ham aytdim. E'tibor bering. Tarixda oyni ikkiga bo'lib bergan payg'ambar alayhissalomga iymon keltirmagan odamlar bor. Oyni ikkiga bo'lib bersalar ham bizni sehrladi deb ketib olgan odamlar bor. U odamlar nimaga bizga zikr qilinadi? Ha? Odamlarga bugun haqiqatni oyni ikkiga bo'lib ko'rsatib bersangiz ham iymon keltirmaydiganlar bo'ladi. Siz nima deb o'ylayotdingiz? Hamma odamga siz haqiqatni tushuntira olaman deb o'ylayapsizmi, ha? Payg'ambar alayhimussalomlar tushuntira olmagan. Siz tushuntira olasiz. Yo'q. Jazava qilmang. Ba'zi do'stlarimizga aytaman-da, bu qadar gapga deydi, echki deydi, iymon keltirib olish kerak edi. Maymun odamga aylanib ketish kerak edi. Yo'q, to'xtang. Mumkin emas u. DNKda farq bor. Bir kishi kirdi. Kirib aytayaptiki, kechagi suhbatingizga e'tiroz bildiraman, noxolis. Xo'p, gaplashamiz. Nima noxolis? Siz u gapni noto'g'ri tushunyapsiz, deyapti. Nimaga? Chunki men eshitib ko'rdim, e'tibor bering. Chunki men eshitib ko'rdim, unaqa gap yo'q. Mezon kim bunda? Chunki men degan mezon bor. Ha, chunki siz. Siz unaqa tushunmadingiz. Biz adashibmiz-da. Siz unaqa tushunmasangiz, u biz adashgan bo'lamizmi shunda? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Siz unaqa tushunmagan bo'lsangiz, biz sizga uni mezonga solib tushuntirib beramiz. Hamis Sodiq aytayaptiki, Parda podkastida, e'tibor bering. Parda podkastida O'zbekistonda bokiralik yuk. Bu pardani olib tashlash kerak. Hayo, iffat, andisha, bular hammasi moral tushunchalar, tapular bular. Bularni sindirish kerak degan qizlarga borib aytayapti. Sizlar yaxshi bilib olinglar-ki deyapti. Erkaklarga emas, dinga emas, jamiyatga, hukumatga qarshi bo'lishinglar kerak sizlar deyapti. Mayli bu siyosiyda bu gap. Undan ham
ya'ni radikal fikrlardan bittasi Hamis Sodiqni aytayaptiki, men deyapti, menga noqulay bo'lsa ham sizlarning, ya'ni feminizm g'oyasini targ'ib qilayotgan qizlarga, sizlarning guruhinglarga a'zoman, tadbiringlarda qatnashyapman va ko'rdimki sizlarda feminizm tushunchasi sayoz. Shuning uchun men buni sotsiologik taraflarini, siyosiy taraflarini, falsafiy qarashlarini o'rtoqlashib chuqurlashtirmoqchiman deyapti. Mana shu. Bu gapni qaysi tomonga burish mumkin? Ana o'tirgan men bilan gaplashayotgan bola aytayaptiki, Yevropada chetda yashar ekan. Aytayaptiki, "Ya unaqa dema" deyapti, "U feminizmga a'zo emas u" deyapti. Men ko'rdim-ku deyapti. Mezon nima? Men ko'rdim-ku. Mezon nima? Men eshitib ko'rdim-ku. Ha, siz eshitib ko'rdingiz, lekin qanday eshitib ko'rdingiz? Uni bir tekshirib ko'rish kerak. Keyin qaytadan qo'yib berdim. Qani qo'yib beringchi dedi, a'zoman deganimda dedi. Qaytadan qo'yib berdim. Bu yerda kesilmagan mavzuni muqaddimasidagi gap. Men sizlarning tadbiringlarga boryapman, noqulay bo'lsa ham. Qizlarga aytayapti. Sizlarni deyapti. Va men deyapti, sizlarning guruhinglarga a'zoman deyapti. Feminizm targ'ibotchisi qizlarni guruhiga O'zbekistonda Hamis Sodiq a'zo. Shaxsan aytayapti. Gapni men aylantirmayapman, kesib olmayapman, o'zini e'tirofini eshittiryapman, mana deyapman. Va sizlar feminizm to'g'risida chuqur ma'lumotga ega emassizlar, mendan eshitinglar feminizmni deyapti. Sizlar sifatli tashkilotsizlar, sizlar uzluksiz chiqib turasizlar, ha? Eshittirgandan keyin u kishiga aytdim. Oy yorildi, iymon keltirasizmi dedim. Yo, siz noto'g'ri tushunyapsiz deyapti. Men nima degandim do'stlar? Bu men nima degandim degan kitobimiz mana shu aqida manifestosiga suyanadi. O'shaning uchun siljimas gaplar bular. Abror Muxtor Aliyning shaxsiy gapi emaski. Men nima degandim degan kitob meni shaxsiy qarashlarim emaski. Suyangan joyim bor. Suyangan asosim bor, usul bor, metodologiya bor. Shuning uchun siljiyotganimiz yo'q. Endi har joyda har xil yozayotganlar bor va ko'rib turibmizki, bilasizlar, Abror Muxtor Ali jamiyatda ilm-fan bilan rivojlanayotgan, o'zini ishini qilayotgan, siyosatshunoslik bilan, tarix bilan shug'ullanayotgan odamlar mabodo qadriyatimizga, tariximizga, dinimizga, e'tiqodimizga tuhmat qilmasa, haqorat qilmasa, indayotgani yo'q bularga. Abror Muxtor Ali kim bilan vaqti kelganda olishyapti, vaqti kelganda tortishyapti, bahslashyapti, vaqti kelganda keskin ularga qarshi yuryapti, ha? Radikallar bilan, qo'lida qurol ko'tarib musulmonni qonuni o'ziga halol sanab olganlar bilan, ha, radikal tashkilotlar bilan va ateistlar bilan, LGBT'lar bilan, LGBT targ'ibotchilari bilan siyosiy muxolifat kisvasi ostida, ya'ni siyosiy muxolifat to'nini kiyib olib O'zbekistonni ya'ni boshqa davlatlarning maxsus xizmatlariga sotmoqchi bo'lgan muxolif nomidagi odamlar bilan bahslashyapti. Hamma bilan emas. Bizdan kaltak yeganlarning soni ko'p, to'g'ri, ya'ni ma'naviy ma'noda. Ular fursatdan foydalanib, kimga qarshi bo'lsak ham, biz qarshi bo'lgan taraf LGBT Galiboy bo'lsa ham, o'shan tarafini olib, Abror mana shunaqa hamma bilan urushaveradi, deyapti. Qayerda hamma bilan urushdi? Men ko'rdim-ku. Bezon nima bo'ldi? Men ko'rdim-ku bo'ldi. Yo'q, Abror Muxtor Ali aniq pozitsiyasi aniq uni. Kim bilan nima, qaysi yo'lda bahs qilyapti. Shu o'lchovni esdan chiqarmasligimiz kerak. Hop. Yana bir narsani esdan chiqarmaylikki, biz
qadriyatlarimiz asosida yashashlikka tarafdormiz. Qadriyatlarimizni qabul qilmagan odamlarga qabul qilmaslik haqqing bor, lekin hurmat qilishga majbursan deymiz. Oyoq osti qilmaysan deymiz. Hamma sodiqlar LGBT ya'ni tashkiloti kabi feminizm tashkilotiga a'zo, guruh a'zosi. Ana odam ya'ni ketdi, "Ya" deydi, "siz noto'g'ri tushunyapsiz. Oy 2 ga bo'lindi" dedim. Oy 2 ga bo'lindi. Nimaga? Aytdim sizga yuqorida, desam kuladi. Shunaqa bo'ladi. Bu qiyin masala. Ehtiyot bo'lish kerak. Odam o'sha propaganda orqali ilinib qoladi. Hamid Sodiqning uslubini aytaymi sizlarga qanaqa? Yaxshilab quloq solib turinglar. Hamid Sodiqning uslubi suhbatlar jarayonida ko'pchilik tushunmaydigan jumlalarni aytib, siyosiy, politologiya lug'atlari bilan turli xil suhbatlarda qaytaraveradi, takrorlayveradi, aytaveradi. Oldingi suhbatida keyin izoh beradi, keyingi suhbatiga oldingi ilova havola jo'natadi va shunaqa qilib boraveradi. Lekin sen qaysi tarafdasan degan savolga javob bermaydi. E'tibor bering, uslub bu. Sen qaysi tarafdasan? Javob bermaydi. Aylantirib ketaveradi. Masalan deydi, Montesquieu bundoq deydi. Misol uchun John Locke bundoq deydi, Rousseau bundoq deydi, Machiavelli'da bu gap bor. Mana shunaqa ketaveradi. Uni aylantiradi, buni aylantiradi va ora-orada nima deb qo'yadi? Men musulmonman. Istosidan %98 aloqasi yo'q, ya'ni ma'lumoti yo'q, bilmaydi. Nimaga? Din bormi? Ne bo'ldi? Xo'p, assalomu alaykum yana bir bor. Internetim uzildi. Nimagadir? Xo'p. Ovoz bormi? Ovoz bo'lsa, plus yozib boringlar. Ovoz bormi? Ovoz bormi? Ovoz. Alo. Filusa bo'l, ovoz bor. Xo'p. Qaytaraman. Yevropada din tushunchasi anglatadigan, din tushunchasi haqida xulosa beradigan ba'zi anekdotlar bor. O'sha anekdotlarga qarasangiz, ya'ni rohiblar pastga uriladi, oyoq osti qilinadi. Ha? Bu Mr. Bean o'ynagan Agent 00 nechi degan kino bor, a? Agent nima degan kino? 007 mi? O'sha kinoda ko'rgan bo'lsanglar, papani ommaning oldida katta ekranda ishtonini yechib dumbasini ko'rsatgan. Papani. Yevropada yurgan, biz borganimizda biz bilan birga yurgan bu Shomurod ukamizni yaqin bir do'sti bizni olib yurdi. O'sha aytadi, bu joyda deydi, Xudoni shunaqa so'kadi xalq, oddiy xalq deydi. Shunaqa haqorat qiladi, qo'rqib ketaman deydi. Tasavvur shunaqa. Anekdot eshiting. 3 ta odam qamaldi, o'limga hukm qilingan. Birinchisi rohib, ikkinchisi hokim, uchinchisi olim, fizika olimi. Bularni olib chiqib rohibni o'sha haligi tepadan tashab yuboriladigan, ipda bog'lab tashab yuboradigan jodi bor. Kesadigan. O'shan tagiga keltirishdida oxirgi so'zingni ayt deydi. U aytdiki, men Allohga iymon keltiraman. Allohning menga yordam berishiga ishonaman dedi. Bo'ynini qo'ydi, haligi ipni bitta yechishdi, kesadigan jodini tig'i bo'yniga kelganda to'xtab qoldi. Xaloyiq eyvoh dedi, qo'yvorlaring dedi, iymon keltirdi, Alloh uni qutqardi dedi, olib chiqishdi, uni qo'yib yuborishdi. Hokim chiqdi, hokimni ham yotqizishdi, aytishdi, oxirgi so'zingni ayt deyishdi. Hokim aytdiki, men dedi, papaga o'xshagan dedi, rohibga o'xshagan iymon keltirmaganman, lekin adolatga ishonaman dedi.
adolat bor dedi. Keyin uni yotqizishdi, tepadagi ipni tortib yorishdi, haligi jodini tig'i bo'yniga kelganda to'xtab qoldi. Xaloyiq qichqirdi, mana adolat qaror topdi, qo'yib yuboringlar. Uni qo'yib yorishdi. Fizikni olib kelishdi olimni. Uni yotqizishdi, oxirgi so'zingni ayt deyishdi. Fizik aytdiki, men dedi, rohibga o'xshab Allohga ishonmayman dedi. Va hokimga o'xshab adolatga ishonmayman dedi. Men aniq bilamanki, ipda tugum bor dedi. Ipni bir joyda tugum bor dedi, o'sha tugun ushlab qolyapti dedi. Haligi mutasaddilar kelib, jallodlar tekshirdi, haqiqatda ipda tugum bor ekan, tugunni yechishdi, qo'yib yorishdi, kelib fizikning kallasini olib tashadi. Xulosa nima desa, bu dunyoda olimlar o'ldiriladi, hokimlar adolat qonuni nomi bilan hayot kechiradi, rohiblar odamlarni aldaydi, Allohga iymon keltirdim, meni Alloh qutqardi deb deydi. Mana shu falsafa Yevropaning madaniyatidan kelib chiqqan falsafa. Anekdot shundan kelib chiqqan. Hamid Sodiqlar xuddi mana shu falsafani rohib o'rnida imom deb targ'ib qilyapti. Tasavvur qilavering, shunga o'xshagan narsalarda imom shunaqa. Rohibning o'rniga imomni qo'yyapti ular. Shuning uchun do'stlar, ahmoq bo'lmaslik kerak. Oyni ikkiga yorilganini ko'rib turib ham inkor qilib turavermaslik kerak. Mezon menimcha, men o'qidim-ku, men eshitdim-ku bo'lmaslik kerak. Bizni mezonimiz bor. Payg'ambar alayhissalom 73 ta firqa bo'ladi ummatim deganlar. 73 ta. Shundan bittasi najot topadi, ahli sunna. O'sha najot topgan jamoa ahli sunna ekanligida ittifoq bor. Va ularga muxolif bo'lgan ahli bid'atlarning hammasida siyosiy muxolif qarash bo'lgan. Havorij Hazrat Alini qatl qilamiz degan. Mu'tazila bizga iymon keltirmaganlarni o'ldiramiz degan, azoblatgan. Shialar biz mo'minmiz, qolganlar musulmon, zohirda asli kofir deyishgan. Hammasida siyosiy muxoliflik bo'lgan. Hamid Sodiqning fikrlari o'zi xohlasa, xohlamasa muxolif fikrlar bilan sug'orilgan. Ya'ni ahli sunnaga muxolif fikrlar. Davlat masalasi menga qiziq emas. Ya'ni davlatni himoyasi uchun gapiryapti deganlar o'zlarining fikrlari u. Men dinimizni, e'tiqodimizni, qadriyat, aqidamizni himoyasi uchun gapiryapman. Himoyaga muhtoj emas-da, xalqimizni, yoshlarimizni o'shalarga tushib qolmasligi uchun aytayapman. Ahmoq bo'lmaslik kerak. Endi sizlarga musulmonlarning ichidagi go'zal bir anekdotni aytib beraman, shu bilan suhbatni tugatamiz. Usmoniy xilofotlarini, xalifalarini ichida bir xalifani ya'ni boshqaruvida shoir bo'lgan. Ziyoli, shoir inson. Shu shoir insonni ahmoqlar ro'yxati degan daftari bo'lgan. Ahmoqlar ro'yxati. Ahmoqlar ro'yxatini yozib yurar ekan, yozib paloncha ahmoq, pistoncha ahmoq deb. Bu gap xalifani ham qulog'iga yetibdi. Va shoir chaqirtiribdi. Daftaringni olib kelchi debdi. Daftarni olib kelsa, ro'yxatni qarasa, ro'yxatda turgan emish. Xalifadan o'zi ham. Xalifani ham ahmoq deb yozib qo'ygan ekan. Qattiq jahli chiqibdi-da, u menga qara debdi. Sen nimaga meni ahmoq deb yozib qo'yding debdi. Tushuntiray shohim debdi. Tushuntir. Falonchiga arab otlaridan olib kelgin deb bir qancha pul tillolarni berib yordingizmi? Ha, berib yordim. Uni qaytishiga ishonasizmi? Ha, ishonaman. O'shaning uchun ahmoq deb yozib qo'ydim debdi. Uni qaytmasligini qatdan bilasan? Agar qaytib kelsa-chi, desa podshoh, shoir aytibdiki, agar qaytib kelsa, uni ro'yxatga yozib qo'yib, sizni o'chirib tashlayman debdi. Sizlarni ham hozir ro'yxatga yozib qo'yganman, o'sha Hamid Sodiqning atrofidagilarni. Agar Hamid Sodiq mana shu gaplarida sodiq turib, oxirigacha tursa, u ro'yxatda turaveradi. U orqaga qaytib ketib qolsa, ahli sunnaga o'tib ketib qolsa, ahli sunnani qo'llasa, uni o'chirib sizlarni yozib qo'yaman. Rozi bo'lasizlar. Salomat bo'linglar. Biz endi futbolga kiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi
va barakatuh.